Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Quyonchi. Bugun bir ajoyib xushxabar. Hozir bu xushxabarni sizlarga ham ko'rsataman. Xo'sh, xushxabar shundan iboratki, quyon tug'ish jarayonida hozir nimasini yulyapti. Hali boshlaganiga ko'p bo'lmadi. Tug'yapti bu. Mashalloh deb qo'yasizlar. Bunaqa jarayonni har doim ham videoda ko'rsatishga imkoniyat bo'lmaydi, chunki quyon aslida kechqurun tug'adi. Lekin mana u yuzdagi qonga qarasangiz, bu tug'ish jarayoni ketyapti hozir. Mashalloh deb qo'yasizlar. Va hech kutmagandim. Yana bitta quyon tug'gan ekan. Qaranglar. Qon. Lekin quyon bolalari ichkarida. Ya'ni quyon mana qimirlayapti bolalari. Quyon yashikning ichiga emas, tashqariga tug'ib, keyin o'zini og'zi bilan olib qo'ygan. Bu quyon bolasiga qaraydigan quyon ekanligidan dalolat. Ba'zi bir quyonlar bo'ladi, shuni tug'adi, tashlab yuboradi. Nima o'tgan videoda ko'rganinglardek, yungini ham yulmaydi, hech nima qilmaydi. Bu to'g'risini aytsam, bu quyon hali tug'adi deb o'ylamagandim. Mana bu va mana bu quyon tug'adi deb o'ylavdim. Lekin eng qizig'i, bu hali tug'gani yo'q. Patini yulganiga bir haftacha bo'lyapti mana. 2 marta yuldi. Bir hafta oldin ozgina, keyin mana shu ozgina 2-3 kun oldin adashmasam yuluvdi. Lekin mana bu quyon kecha patini yulmagandi. Bugun esa ertalab buni ham ko'rib qoldim. Hozir buni sortirovka qilish kerak bo'ladi, o'ligi, tirigi, bilmadim nechta tug'ganini. O'ligi bo'lsa olib tashladi. Lekin mana bu quyon boya kelganimda hali mana bu yerda turgan holatda patin yulayotganda, hozir bu videoni qo'shib qo'yaman, boya olgan. Xullas, fermachada mana shunaqa yangiliklar. Xudo xohlasa, mana bu quyonlar ham tug'ishga tayyor. Mana bu 2 qator. Mana bu ham, buni ham ajratib qo'yish kerak. Bu hozir 3 ta turibdi. Mana bu katta quyon. Tepadagisi ham bilmadim qachon tug'adi ularni, chunki men qochirmaganman. Shuning uchun ularni ham joyini tayyorlab qo'yish kerak. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, charchamaysizlar. Hammani juma ayomi bilan. Kim niyat qilgan bo'lsa, kommentariyada izinglarni yaxshi niyatlarni qoldirsanglar bo'ladi. Azizlar, sizlar ko'rganmisiz quyonni qanday qilib o'zini bolalariga joy tayyorlashini? Hozir mana bu quyon o'zini nimasini yungini yulyapti. Bu vaqti kelib qolganligidan dalolat. To'g'ri, kimgadir bu shunchaki nima bo'lsa kerak, lekin bir ajoyib maqol bor edi. Bu ham bir Allohning chevarligi. Hozir mana shu quyon o'zini bolalariga joy tayyorlatib, 2 ta asosiy ishni qilyapti. Birinchisi, bolalarini issiq joy bilan ta'minlaydi. Chunki quyon tug'gandan keyin bolalari yungni o'rtasida bo'ladi. Pastida ham, tepasida ham yung bo'lsa, shundagina issiq bo'ladi. Bu issiqlikni qo'lingizni olib borganingizda his qila olasiz. Ikkinchi nimasi, bolalarini ovqat yeyishi osonlashtiradi. Ya'ni ko'krak oldini ochyapti, bolalari yaxshi emsin uchun. Bu manzarani ko'rib beixtiyor bir ajoyib maqol esga keladi. Tojikcha maqol bu. Yak nuqta basas agarchi shuur ast, mana chu sham dar peshi ko'p ast. Buning ma'nosi bitta nuqtaga yetadi agar odamda shuur bo'lsa, tafakkuri bo'lsa deydi. Bo'lmasa, bamisoli shamni yoqib qo'ygandek ko'rini oldida degan maqol edi. Salomat bo'lasizlar.